Kir mashinasi barabani xuddi shu holatga kelib, kiyimlardan va barabaningizdan har xil noxushliklar kelmasligi uchun shu 3 ta narsaga amal qiling. Agar bu holatga уже kelib bo'lgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, bu usulni sinab ko'ring. Birinchi bo'lib pastdagi filtr va shlanglarini bo'shatib, yaxshilab tozalab olamiz. Keyin bo'lsa baraban rezinkalari orasiga ko'pgina chaynak soda va oksus solib, gel bilan ko'pirtirib, yaxshilab ishqalab chiqamiz. Barabanning ichiga bo'lsam 60 gramm kislorodniy очиститель, kir mashina tozalaydigan shunaqa kolgon tabletka, 2 qoshiqdan chaynak soda va limonniy kislota va o'zingiz yaxshi ko'radigan kapsuladan solib, kir mashinani очистка barabani rejimiga qo'yamiz. Agar kir mashinangiz очистка barabani funksiyasi bo'lmasa, любой rejimni 95 gradusda tozalab olamiz. Agar yuvilgan kiyimlaringizdan shunaqa xushbo'y parfyum hidlari kelishini xohlasangiz, albatta Timson kapsula va gellardan foydalanishingiz shart. Xitoy mahsuloti gipoallergenli bo'lgani hisobiga yosh bolalarni va allergiyaga moyilligi bor insonlarning kiyimlarini ham bemalol yuvsangiz bo'ladi. Mahsulotni shahrimiz do'konlaridan va Uzum market orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Kir mashinangiz uzoq yillar xizmat qilishini xohlasangiz, bu usul bilan bir oyda bir marta tozalab turing va har stirkadan keyin baraban rezinkalarini orasini yaxshilab quruq latta bilan artib, eshigini ochiq qoldiring.